O'rtoqlar, endi sizlar spesifikalarga prova olish uchun hech qanday bahonalar o'tmaydi. Sababiki bizda obunachilarimiz uchun bizda 3 yangilik bor. Birinchisi, endi may oyiga 13, 16, 20, 27 may kunlariga siz imtihonga yoziladigan bo'lsangiz, 4 kategoriya olmoqchi bo'lsangiz 50 ming rublingiz 46 ming rublga skidka qo'yapti. Ya'ni 4 ming rubl o'rtoqlar siz yo'l kiringizga tejab qo'yapsiz. O'rtoqlar, ikkinchi yangiligimiz bo'lsa, endi siz O'zbekistonga pulingizni yuborib qo'ygansiz, sizga yaxshi ish chiqyapti Rossiyadan. Sirazi pravang bo'lsa olamiz ishga deyapti. Endi sizda ajoyib imkoniyat bor. O'zbekistondagi kartalaringizdan biz O'zbekistonga kartalarimizga pul jo'natasiz, biz bu yerdan rubl qilib olib, biz bu yerga sizlar o'rningizga pul o'tkazamiz. Ya'ni shunday qilib ham o'rtoqlar sizlar tezroq pravalarni olish mumkin. Ya'ni oylikda kuchga hojat qolmaydi. Uchinchisi o'rtoqlar, Rossiyani boshqa uzoq joylarda bo'lsangiz, endi bizda aeroport vokzallardan kutib olish va kuzatib qo'yish xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Hostel kvartiralar bilan ta'minlanadi. Pullarni berasizlar lekin. O'rtoqlar, mana shu videoni Rossiyadan ekskavator yoki masalan traktorlarda ishlayman deb yurgan tanishlarga shunday yuborib qo'ying, bizlardan prova olib ishni boshlasin tezroq. Nomerlarimizni pastda qoldirib o'tib ketaman. WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.